Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Hormanglar. Kuninglar xayrli o'tsin. Bugun sizlarga yana bitta video qo'yamiz. Kimgadir manfaatli bo'lsa, like bosib, tanishlarga jo'natib qo'ysin. Video boshidan aytaman, hozirgi qo'ygan texnikam faqat bizda bor va bunaqa narxda boshqa joyda yo'q. Chunki bu texnika sifatiga ham, narxiga ham dostoyniy texnika bo'ladi. Bu qaysi texnika deyapsizlarmi? Unda videoni boshladik. Tomosha qilinglar. Ko'pchilik dehqonlarimiz orasida Kuxun deb mashhur bo'lgan ushbu kompaniya aslida Kun deb o'qiladi. Hozirgi vaqtda men buni sizlar uchun zernovoy selkasini obzorini qilib bermoqchiman. Xudo xolisa buni pnevmatik selkasi ham kelyapti. Sizlar uchun savdoga birin-ketin chiqarishni boshlaymiz. Ushbu selkani ko'pchilik fermerlarimiz juda yaxshi bilishadi. Ayniqsa Buxoro, Xorazm tarafdagilar juda ham yaxshi ko'rishadi. Nimaga aytaymi? Chunki bu sholini, bug'doyi, bedani, suli, arpa shu turdagi barcha mayda ekinlarni, ya'ni dukkakli ekinlarni hammasini yuqori aniqlikda ekib beradi. Hozir sizlarga etap va etap sizlarga parametr tushuntirib beraman. Yo'qsa tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Agar imkon bo'lsa, qo'linglar dard ko'rmasin, bittadan like bosib qo'yinglar. Xo'p, ushbu selkamiz 24 qatorli 3 metr hajm oladi. O'zini bunaqa gravlялari, ya'ni simlari bo'ladi. Bu ekkandan keyin bu sim juda katta foyda beradi, ya'ni urug'ni to'liq ko'mib ketish uchun eng katta foyda beradigan, lekin o'zi kichkina detal, foydasi katta. Xo'p, har bitta disklar oralig'i 12,5 sm. Bu mexanik selkamiz, diskli, ankerli emas. Ushbu selka buni urug' bunkerining hajmi 550 kg, maksimum 550 kg gacha oladi. Va ushbu urug'ni gektarga taqsimlash uchun mana shu rechakdan foydalaniladi. Bu joyda 10 dan 100 gacha bo'lgan sifralar bor. Qancha kichik sifralarda bo'ladigan bo'lsa, shuncha kam taqsimot, qancha yuqori sifralarda bo'ladigan bo'lsa, shuncha ko'p taqsimot bo'ladi. Ya'ni gektarga qancha kilogramm ishlatayotganingni shu joydan sozlab olsak bo'ladi. Va albatta bu balondan mexanik harakat olgan holatda ishlaydi. Ushbu selkamiz bu joyda mana bunkerni nazorat qilish uchun o'zini maxsus zinalari bor. Zinalardan foydalanib, bunker ichidagi urug' holatini ham bemalol kuzatib ketsa bo'ladi. Bu qismimiz kalibrovka, ya'ni urug'ni ekish jarayonini kontrol qilish uchun, sozlash uchun ishlatilgan qismi. Bu ham, u tomoni ham albatta urug'ni u massasini bo'lsa, bu ekishni sozlash va uni kontrol qilish uchun ishlatiladi. Xo'p, jigarlar, endi sizlarga bitta ma'lumot. Taxmin qilib turinglar, shu selkamizni necha pul narx deb o'ylaysizlar? Xo'p, jigarlar, videoni ko'rdinglar. Kamchiliklar uchun oldindan uzr so'raymiz, lekin sizlarga bitta ma'lumot. Ushbu selka bunaqa narxda, buni Xitoy varianti ham, Turkiya ham topa olmaysizlar. Ishonasizlarmi shunga? Shuning uchun shoshilib qolinglar. Saloqli qolgan. Ushbu selkamizni sizlar uchun 110 million so'm narx belgiladik. Xohlang lizing, xohlang persliniya, xohlang naqd pul to'lov ko'rinishda bemalol qabul qilamiz. Siz uchun pastdagi nomerlarni qoldiramiz. Zudlik bilan aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar.